Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Svarchi akamizning ishini bilan yaqindan tanishamiz. Ketdik. Bormi aka? Uzr, sizni taqildik. Siz nima aka? Abrorjon. Abror aka. Abror aka, hozir nima jarayon ketyapti? Hozir stolimizga yoqib qo'yish jarayonidamiz. Yoqib qo'yish jarayonida. Ya'ni buni tushuntirsangiz endi hurmatli kuzatuvchilarimizga. Nima jarayon bu? Bu ishda nima muhim? Nimalarga e'tibor berish kerak? Stolimizni shu qo'l qo'yadigan joyi asosan bu yerda hozir. Aha. Shu bir-biriga qo'shib payvandlab bitirish jarayoni. Bu ishda ya'ni nima xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Bu ishda asosan razmerlarga katta e'tibor berish kerak. Razmerlarimiz to'g'ri chiqsa, stolimiz chiroyli chiqadi. Shunisiga e'tibor berish Aka, kerak. shunaqangi stuldan bir kunda nechta tayyorlaysiz? Bir kunda o'rtacha 100 ta tayyorlaymiz. 2 kishi 3 kishi bo'lib. Zo'r. Necha puldan endi bu kunlik daromad? Kunlik donasiga 20 mingdan Donasiga 20 ming hisoblab olaverasiz aka. Aka, ishingizga omad. Ishingizni davom etaverasiz. Rahmat, salomat bo'ling.